Assalamu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz vatandoshlar. Uyg'ur harakati tashkilotining bilim kuch qarorlik to'g'ri suhbatining 13-chi qatimliq suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurbon, avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugungi suhbatimizda Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qozog'istondagi vakil yordamchisi Sadriddin Ayipov biz bilan birga. Hurmatli Sadriddin Ayipov efendim, bugungi suhbatimizga xush keldiniz. Rahmat, hoş buldum. Siz o'zingizni qisqacha ko'rarmanlarimizga bir tanishtirgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men qarindoshinglar Sadriddin Ayipov, Qozog'iston shahrining Chelak yezisidan bo'lman. Asli o'qigan joyim shu maktabni shu Qozog'istonda bitirgan, Uyg'ur maktabini bitirgan albatta. Uyg'ur maktabini bitirib İslam Üniversitesi Azhar degan Misr shahrida u yerda tamomlab 2007-yili Qozog'istonga qaytib kelgandan keyin o'sha o'zimninki o'qigan sohasida din xizmatida, ya'ni masjidda, bir masjidda hamlarga dars bergash imom bo'lib 11 yil xizmat qildim. Undan keyin mana 2017dan tortib shu Uyg'ur davo xizmatida adamlarning va xizmatkor arboblarning yetishmaslik tufayli o'zim shunga atlanib shu Uyg'ur davosi siyosiy yo'liga qadam bosdim. Hozir 2018dan tortib ta bugunga qadar Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qozog'istondagi vakilining yordamchisi bo'lib, qo'l bo'lib shu vatan va millatimizning davo yo'lida xizmat qilib kelyapman. Qozog'istondagi xizmatlaringizdan o'zingizning Azhar universitetini tugatgandan keyingi qilgan o'zingiz shu kasbiy soat xizmatlaringiz ham jamoat Uyg'ur jamoat bilan birga qilgan ishlaringlarni Qozog'istondagi siz turayotgan yerdagi shu ishlarni ozroq bir ko'rarmanlarga anglatgan bo'lsangiz, ham da'vo yo'lidagi ishlaringizni ozroq bir anglatgan bo'lsangiz, rahmat. Men birinchidan bu fursatga siz bilan bu suhbatga chiqib bu fursatga erishganimga intayin xursandman. Albatta bu mening birdan bir mumkinchiligim shu xalqimga, ya'ni Qozog'istondagi xalqimizga din sohasida xizmat qilib kelayotganini anglatish fursati deb hisoblayman. Bu 2007-yildan tortib, ya'ni mashaqa universitet İslam universitetini tugatib kelgandan keyin bu xizmat jarayonida men albatta dinni maqsad qilib din yo'lida xizmat qilgan, ammo din yo'lida xizmat qilganlik u faqatlam insonlarga din tushundirganlik emas, balki dinni tushungan odam shu ham millat uchun, ham vatan uchun, ham kelajak uchun, ham shu am dunyodagi musulmon uchun xizmat qilishga birdan bir yo'l ichib beradigan bilim, din xizmati. Yani dinni tushungan odam, haqiqiy islomni tushungan odam Allohni so'ydi. Allohni odam cho'qim o'zining millatini, vatanini hargiz unutmaydi. Shuning bilan chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi va hubbul vatani minal iymon degan, masalan, iymonni so'yish u vatanni so'yish iymonning jumlasidan deganda. Bu dinni tushunmay turib iymonni sevgili olmaydi. Shuning uchun men garchi dinga xizmat qilib shu 2007dan ta 2017 bu zulm haqiqiy oshkora boshlangicha biz dinga xizmat qilgan bo'lsakmi, shuning bir parchasi bizning dinimizga qilgan xizmatimizning bir parchasi vatanga qilgan xizmatim deb o'ylayman. Endi bu zulm 2017 oshkora boshlandi, ammo uning oldida u zulm botdi. Men ashunday tushunaman, u zulm hech qachon bu Xitoyda ana vatanimizga besib kirganning yog'isi bir minut to'xtab qolgan zulm emas aslida. Faqatlam u oshkora bo'lmaganligi uchun bizning ichimizga, bizning yuragimizga yetmagan. Ammo men xususan masalan 2095-yildan tortib men shu vatandan chiqqan qarindoshlarimiz bilan Pokistondan tortib aralashig'liq.
aşıla bana şu yerlerde düşendirgilik kandak yani Xitayning zulmi şu 95 yıllardan tartıp Uygurlarning beshiga nima qanchalik kulfat sevayotganligini shu vaqtdan anlab keliglik. Ama bizning Qozog'istonga kelib men nima uchun ochiq shu vatan xizmatini qilmadim deganda, ya'ni meni xususan shundoq nimam aqidam o'ylashim shundoq. Ya'ni Allohni haqiqiy to'nsa, haqiqiy dinni söyləyən adam, imanını söyləyən adam o vatanga ham millatga sodiq bo'lib xizmat qila oladi degan aqidam bor menimcha. Masalan, bizningki ko'pincha vaqtda mana hozirgacha bor, endi o'sha yerda qistirib o'tkazadigan bir gap bor. Hozirgacha ba'zi bir qarindoshlarimiz oshkora vatan, millatning xizmatini qilayotgan ko'rinishi bo'lsa-mu, biroq da aq tarafidan ko'rinishda, aqisidan qaraydigan bo'lsak, u bizning ham vatanimizga, ham millatimizga ziyonli ishlarni qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Nima uchun? Haqiqiy buni Allohning oldiga borgan vaqtida buni qilayotgan, buni xiyonatimdan men javob berma deydigan shu aqida yurigiga o'rinlashmaganligi uchun deb o'ylayman-da. Shuning uchun uni ba'zi bir qarindoshlarimizning ismini atmasammi, ko'pinchimiz bilamiz. Shuning uchun hammamiz o'zimiz shu qilayotgan ishimizdan Allohning oldiga borganda hisob berman degan aqida bilan Allohdan qo'rqsak bo'ldi. Nəhayət yaxşı sözlər berdiniz. Mən üzəm bir ko'nglimda sizning o'zingizni tanishtirgandan keyin kallam kelgan bir nimani so'rag'im kelyapti. Sizlar Qozog'istonda siz masalan yosh turib shu diniy islom universitetini tugatib shu soat xizmat qilib kelibsiz. Sizlar shu yerda bolalarni eng ko'p vaqtda diniy maktab, diniy bilimdan tarbiyalash nihoyat muhim o'rin qo'yib tarbiyalab turamsizlar yoki fanniy maktabni tarbiyalab andan keyin diniyga atmagamsizlar? İkisini beraber mengib qilyaptamsizlar. Mush to'g'ri bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Qisqacha bir tanishtirib o'tay. Men shu hozirgi kunimgacha mayli islom ellarida bo'lsin, demokrat ellarida bo'lsin, ko'p yerlarda bo'lib keldim. Az deganda bir 27-28 mamlakatda bo'ldim. Uningki shu islom ellaridan bo'ldim, ham demokrat ellaridan bo'ldim. Men bir taraflab so'zlamayman. Shu Qozog'istonga xulos qilib chiqargan vaqtimda bugungi kun Uyg'urlar uchun birdan bir ko'p xizmat qilib shu o'zining yordamini ko'rsatayotgan shu Qozog'iston. Masalan, Qozog'istonda 61 maktab bor. 60 Uyg'urcha o'rgatadigan 61 maktab bor. Dunyoning hech qanday yerida u hukumat o'zi iqtisod bo'lib muallimlariga shu maosh to'lab, Uyg'ur maktablariga shu o'zlarining qozoq maktablarida muallimlari qanday maosh olgan bo'lsa, shunday maosh to'lab Uyg'ur maktablarini ham shunday barobarlikda mang'uz bo'layotgan birdan bir Qozog'iston mamlakati. Faqatla maktablar emas, balki Uyg'ur teatrlari bor, Uyg'urlarningki o'zining o'tirishgan mahallari bor, shu mahallarda o'zlarining masjidlari, jamoatlari bor. Masalan, Uyg'ur millatining mush Qozog'iston hukumat cho'ng hukumat o'rinlarida xizmat ko'rsatayotgan akalarimiz, hadlarimiz bor. Uningga fursat yaratib berayotgan birdan bir Qozog'iston hukumati. Endi bu hukumat bugungi kunlikda Uyg'urning beshiga, vatanimizdagi Uyg'urning beshiga kulfat kelgan jim yetib oldi deganlik u ahmoqonalik. Masalan, shu Qozog'istonda en az 300 mingga yaqin Uyg'ur bor. Masalan, en az bu texi. Ammo shu 300 ming Uyg'urningki qanchiligan Uyg'ur shu Uyg'urga ko'yinib, Uyg'ur davosiga so'yinib harakat qilyapti. Va bugungi Xitoyningki zulmining eshishiga qarab qanchalik Uyg'urningki ilgirlashligi bor. O'zimizning Uyg'urlardan elib etsak. Endi mashadagi Uyg'urlar qaragan vaqtida hukumat bizga hech qanday qarshilik ko'rsatmadi. Bizga hukumat nima ish qilsin? Masalan, Uyg'urcha o'rganimizsak, Uyg'urcha o'rganalaymiz. Siyosat o'rganimizsak, siyosat o'rganalaymiz. Iqtisod topmizsak, iqtisod topa olamiz.
Hem de din yolda mengib din ama şu mescitlerde ügütümüz desek onun hiç qandaq Qozog'iston hukumati nimqilmoqchilik qarshilik ko'rsatmayapti. Mana men o'zim Pokistonda institut tugatgan bo'lsammi, Misrda universitet tugatgan edim. Masalan, ashada meningdan boshqa yüzlerce Uyg'urlar badi. Hem de mushu bari o'qishga ashloq ruxsat bergan, ammo Uyg'urlarning o'zi mayli dinga bo'lgan ko'yinishi bo'lsin, mayli Uyg'ur davo yo'lig'i bo'lgan ko'yinishi bo'lsin, Uyg'urlar o'zining ichidan qaynab chiqmaganligi uchun biz hozir kichkina buni xalqaro jamiyatning ko'ziga ko'rinmayapmiz. Bu ichinarlik ahvol mushu ichinarlik ahvolga tushib qolishimizga Qozog'iston hukumati sababchi emas. O'zimiz Uyg'urlar sababchi. Alloh taolo Qur'oni Karimda biz xalqni, insoniyatni birinchi ilmga, ya'ni mayli diniy ilm bo'lsin, mayli fan ilmi bo'lsin, har qanday kuching, sen nimaga qodirsan, sening salohiyating nima qaysiga loyiq, yoki bo'lmasa sen nimaga qiziqsan, shu o'zingning rag'bating bilan bir, ammo har qanday sohadagi ilmga qiziqish, ya'ni o'qish uchun nima Qur'onda bizni masalan birinchi buyurgan. Hatto birinchi nozil bo'lgan oyatmi 5 oyat shu bilimga o'qishga buyurtilgan. Bu butunlay sohadagi o'qishni ichiga oladi. Masalan, bizningki Uyg'ur millati oz emas. Uyg'urimizningki mana mayli 20 milyon deydi, 30 milyon deydi, onu bir Alloh ma'lum sonimiz hozirgi vaqtda bunun sonini chiqarishimiz bizga bizning qo'limizda unda qudrat bo'lmaganligi uchun soni ma'lumlik bizda bor. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar bizning sonimiz oz emas. Biz Uyg'urlar birimiz dinni, birimiz advokatlikni, birimiz tarixni, birimiz shu harbiylikni, yana bir sohada minglarcha bo'linib o'qisak bizning sonimiz yetadi. Bu dinmi aşı nima dindagi nasihat mushu dinga bo'lgan bilimni o'rganish degan u farz amallarini har qanday musulmon, faqatlam Uyg'ur musulmonlari emas, dunyodagi har qanday musulmon bilishga tegishlik, bilmasa bo'lmaydigan bilimlar bor. U bilim degan vaqtida mushu Alloh buyurgan farz amallarini ado qilishlik bilimi bor. Masalan, namoz o'qish, ro'za tutish, zakat berish, hajni ado qilish degandek farz bilimlar bor. Iymon keltirish eng tunchisi. Mushu iymon keltirgandan keyin nimalarni ado qilish kerak? Bu bir bilim. Namoz o'qish uchun qanday bilimlarni, qanday o'qishlarni o'qib, o'rganib yodlash kerak. Bu farzlarni ado qilish uchun o'rganadigan bilimlar u farz, ya'ni farz ayn deb ataladi. Uni cho'qim har qanday musulmon o'rganish kerak. Mayli harbiy bo'lamdi, mayli jurnalist bo'lamdi, har qanday odam. Amma hamma odamga islom din olimi bo'lish shart. Yani hamma odamga islom dindan olim bo'lish, cho'qim tal to'kisi bilib yetib chiqish deb shart emas, demakchi. Ya, shart emas. Uni sizga sharti nima? Ya'ni o'zingizningki farz, ya'ni Alloh buyurgan yoki payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam buyurgan farz amallar bor. Ya'ni buni qilmasa yoki buni inkor qilsa kofir bo'ladigan bir farz bilimlar bor. Namozni qanday o'qish kerak? Bu boy deganiga o'xshash. Mushuni o'rganish har bir musulmonga, har bir mayli qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, uningga farz o'rganish, cho'qim bilish kerak. Uni kallasi odam aqlli kichkina mushu diqqatini bo'lib iymoni bilan kichkina vaqtini bo'lgan odam 1,5 ay 2 oyning ichida cho'qim o'rganib oldi. Uningga yillarcha o'tirish uningga ketmaydi. Bir 2 oyning ichida ham qanday namoz o'qish kerak, qanday ro'za tutish kerak va buni ado qilish uchun qanday bilim olish kerak, nimani yodlash kerak. Mushuni o'rgansa 2 oy vaqtini bo'lsa, u har qanday farzni ado qilish uchun nima bilimni o'rganib oldi, shu bilimlarni. Endi uningdan sir, masalan, mening qobiliyatim bir til o'rganib tarjimonlik qilish deylik, masalanda.
Men islom dinidan o'zimga kerak bilimlarni o'rganib olgandan keyin ingliz tili yoki rus tili, xitoy xanzo tili degandek ashu tillarni o'rganib o'zimning xalqimga til orqali nima to'kpamni qo'shsam ashumi bir ibodat. Masalan, ko'pinchisi deydi endi qilgan odamlar Alloh taolo odamlarni, insonlarni va jinlarni ibodat qilish uchun yaratdi deydi. İbadet degan so'zni men qisqartib tushuntirib qo'ysam, ibodat degan Alloh va uningki rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam rozi bo'ladigan amallarni qilish. Va Alloh rozi bo'lmaydigan, Alloh xafa bo'lgan amallardan o'zini to'sash bu ibodatning qatorida. Endi men rus tilini yaxshi o'rganib yoki ingliz tilini yaxshi o'rganib mening xalqim muhtoj bo'lgan bilimlarni, ya'ni ingliz tilidan bilimlarni elib uyg'urchaga tarjima qilib, mayli tarix bo'lamdi, mayli kompyuter sohasidagi bo'lamdi, yoki bir zavod yoki harbiylikda ishlatadigan qurol yaroqlarni bo'lamdi. Mushularning o'rganib inglizchasini uyg'urchaga tarjima qilib, o'zimning uyg'ur musulmonlarim o'rgan deb mushu niyatda bu sahada ishilsam u ibodat qatoriga yatmamda, cho'qim ibodat qatoriga yatadi. O'zimning niyatimga loyiq, Alloh taolo qilgan harakatimga loyiq savob berdi. Mana mashhada o'tirib meningdan suhbat ilyapsiz. Cho'qim sizning niyatingiz agar Alloh roziligi uchun mush sadrdan men intervyu elib xalqimga yetkazman mushu bir ahvolni degan pok niyat bilan siz mushu oldimda o'tirgan bo'lsangiz, cho'qim Alloh taolo mushu niyatingizga loyiq sizga savob yozdi. Endi savob yozdi deganlik nima desa, ibodat qatoriga kiradi degan gap. Shuning uchun buni bilimni o'rganish, har qanday bilimni o'rganish bu nima farz kifoya deb ataldi. Endi cho'qim o'rganmasa bo'lmaydi, o'rganmasa gunoh bo'ladi degan bilim qaysi desa, birinchidan bu mushu shaxs, ya'ni bir musulmon shaxs, mayli o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, o'rganmasa gunohkor bo'ladigan bilimlarning birinchisi u boya farz amallarini ado qilishga buyurilgan bilimlar. Masalan, namoz o'qish uchun cho'qim alhamdulillah qilishingiz kerak. Bu bir bilim, cho'ng bir bilim, alhamdulillah surasi, ya'ni Fatiha surasi. Buni siz cho'qim o'tirib ko'ngil bo'lib, bir ikki kun vaqtingizni bo'lib, kallasi vala 1-2 soat o'tirib bu nima tartini elib bu Qur'ondan bu so'rni yodlaydi. Bu farz ayn. Buni yodlamasa gunohkor bo'ladi. Endi farz kifoya bilimlar bo'ladi. Ya farz aynning yana birisi bor. Farz aynninki masalan ba'zi vaqtida bir bilimlar bo'ladi. Cho'qim shu bilimni o'rganish kerak. Masalan, bir mahallada tibobatchilik bilimi yetishmaydi. Masalan, mushu men Chelak mahallasida turaman. Mushu Chelak mahallasida hech qanday bir qarindishimiz tibobat bilimini o'rganmasdan odamlar og'rib qolsa, saqaytishga hech qanday bir doktor yetishmasa yoki bu yo'q bo'lsa, mush Chelakdagi hammamizga tibobat bilimini o'rganish farz ayn bo'lib ketadi. Endi Chelak mahallasining 40 ming odam yashasa, 40 ming odamning ichidan 1 ming odam mushu tibobat bilimini o'rganib 40 ming odamga kifoya qiladigan bir odamlar tibobat bilimini o'rganib chiqqan bo'lsa, qolgan odamning bo'ynidan saqit bo'ladi va qolganlarga o'rganish farz ayndan farz kifoyaga aylandi. Ya'ni gunohkor bo'lmaydi o'rganmasa. Ammo bizning saharimizda, Uyg'urimizning saharimizda, ya'ni buni hozir yetishmayotgan, ya'ni Uyg'urlar uchun yetishmayotgan bir necha bilimlar bor. Masalan, harbiy bilimlarimiz yo'q Uyg'urlarning orasida. Bo'lsa-mu bek az Uyg'urlar uchun yetishmaydi bu. Jurnalistlik, masalan, jurnalistlik sohasini elib etadigan bo'lsak, Uyg'urlarning ahvolini butun dunyoga har xil tillarda yetkazadigan jurnalistlik sohasida nima yo'qkan, yetarlik jurnalistlarimiz yo'q. Masalan, mana o ruschani elib etaylik. Ruscha ba'zi bir jurnalistlikni o'qigan Uyg'ur qarindoshlarimiz bo'lsa-mu, mush Qozog'iston, Qirg'izistonlarda. Ammo bu sohada bizningki ahvolimizni, ya'ni xalqaro xalqqa yetkazishga bu jurnalistlar yetishmayotdi. Masalan, bizning sohamizda cho'ng
siyasi nimede siyasi davada siyaset ügengen yani şu halkara zangını ügengen bu bilimni ügengen kıyırındaşlarımız intayın az. Mümkün yok halette kolumuzda bilen parmaklarımız bilen sanavagıdek. Nima uchun biz faqatlam bolalarimiz o'qisa boshqa bir mushu tibobat ya'ni mushu kichik bir sohalarda ishlashga shopir bo'lishga yoki bo'lmasa bir kasbga televitimiz bizning engimizda bo'libmi Qozog'istondagi Uyg'ur qarindoshlarimizning engimizda va u bilimni o'rgansangmi sana puling bo'lmasa yoki bo'lmasa tonishing bo'lmasa cho'ng yerda ishlamaysan bo'ldi mushu nimani o'rgangina bir shopirlikni o'rgangina ticaretni o'rgangina deb holaga sepib qo'ydida ammo u bolaning haqiqatan nima iqtidori bor bola masalan jurnalistlik qilishga yoki bo'lmasa cho'ng harbiylik yerlarda o'qib shu yetilib chiqishiga iqtidori bor bolani biz undaq yerlarga avatmaymiz nimishga bizning mushu uyg'urimizning ya'ni vatanimizningki kelajagiga bo'lgan ko'z qarashimiz intayin ojiz shuning uchun bu bilimga kelgan vaqtisida albatta bizning millatimiz nimaga muhtoj bo'lsa shuni to'laroq o'rgatsak shu sohada to'laroq bolalarimizni yetishtirib chiqishga Qozog'iston unga yor beryapti ammo afsusona o'zimiz uyg'urlar ojiz kelyapmiz mushu yo'lni tutishga. Hazırki bizim vatanımız Şarkı Türkistan'daki, güzel vatanımız Şarkı Türkistan'daki muşu zulümlerin, muşu derece, muşu avcı gelişi, muşuya kelgen, muşu bir ciddi bir vaziyette sizningcha o'zingizning Qozog'istonda qilgan ishlaringizdan davadagi ishlaringizdan chiqargan bir yakunlarınız bormi masalan tajribalaringizdan ya'ni mundaq bir shaklda davo olib borayli mayli yoki Qozog'istonda bo'lsin yoki butun muhojiratdagi Uyg'urlar har qaysi davlatlar bo'lsin qanday olib boramiz deyilgan shundoq bir so'zingiz to'g'ri bir taklif fikirlaringiz bo'lsa anglasak. Bu cho'ng bir tema hamda buni bir uzatib degan bo'lsak yaxshi bo'ladi ammo qisqa so'zlashga ya'ni qisqa vaqtning ichida tushuntirishimga tirishaman. Birinchi Qozog'istonning ichidagi qarindoshlarimizning harakatiga men qaradim. 15-20 yilning yog'isi Uyg'ur va millatning davosini qilgan aka hadlarimizningki birdan bir qilgan shu ya'ni kamchiligi deymanmi kamchiligi gapni qilganda oshirib o'tgan ammo amaliyotda oz ko'rsatgan aslida amaliyotni qilgan amalninki 11ni so'zlagan bo'lsa haqiqatan Qozog'istondagi shu o'zi berib bevosita davo qilmagan bo'lsinmi va qo'lda kichkina pul mol huquqi bola haqiqatan xizmat qilgan mush Qozog'istondagi Uyg'urlarmi shunday pullarni ajratib shunday jamoatlar yig'ishtirib chet ellardagi qarindoshlarimizning davosi texnik ilgirlashligi uchun pullarni yig'ib avatgan bo'lsinmi mushu yig'ilgan puldan hech qanday bir отчет bo'lmagan. Bu bir kamchilik hamda. Ikkinchisi shular so'zlagan vaqtisida odamlarga masalan 95-yillari 98-2000-yillari shunday ko'p bir yoki undan keyin 2005-2010-yillarimi shunday ko'p bir va'dalarni shunday bir cho'ng umidlarni so'zlab ularning ichida pur ketkizayotgan bu qarindoshlarimiz hozir nima deydi o'tsangiz shunchalik so'zildi shundoq deganda qini ular deydida qini amalga oshmadiku deydida ba'didi shu vaqtlarda ba'duq deydi endi bugungi kunlikda men mushu 2018-yildan tortib Qozog'istondagi Dunyo Uyg'ur qurultayining iqtisod mas'uli men endi men qo'limga elib endi qilmay desam boshqalarimi qilmay qo'li ammidi qilmasa bu da'vo to'xtab qoldi butunlay uzilib qoldi endi qilay desam 2018-yili qo'limga oldim bu da'voni bular mendan ko'pincha xalqim endi Uyg'urlarimiz nima deydi 2000-yillari chiqqan pullarimiz qani deb mendan savol so'raydi ammo vaqtida o'qishdim
Men nim deymen de. Şunun için yak begin desem yak men onun işenmeyme degende gepler nurgun. Şunun için hem de bugünkü kunlikte davany qanday epiş gerek Kazakistan'daki qeyrinlarımız dese bir cemaat bolup bu vatan milletinin hizmetini bugünkü kunlikte qilmaymiz desek biz Allah'tan qo'rqaylik ekan to'qim Allah'ın aldığında her bir Uygur bu dava için cevap verirdi. Biz başka millet özcan cevap verdi. Mümkün Müslüman qeyrindaşlar Müslümanlık qeyrindaşlığı bolganlığı üçün onun yardam qilmagan bolsa cevap verishi mümkün. Qo'shni davlatlar qo'shni bolganlığı üçün cevap verishi mümkün. Ama siz bilen men ve bütün özünü Uygur deb жүрген qeyrindaşlar her qanday jihatdan onun Uygur davasını, millet davasını, vatan davasını ve bu zulümge karşı bolgan davany qilishligimiz her bir jihatdan biz sorulumuz. Biz qo'shni davlat uchun birla narsa so'ra olmaymiz. Sening qo'shnining nima uchun nima onun bir egi chiqmading deb bu savolni so'ra olmaymiz. Sening Uyg'ur qeyrindoshing, seninki bevosita shu nima musulmon qeyrindoshing, sening ona vataning sanga bergandiq shu vatanni, sening qo'rg'aydigan shu farz ayn shu qarzing ham farzing deb hamma jihatdan Uyg'ur so'rildi. İqtisadi ba Uyg'urlar iqtisodi bilan, huquqi ba Uyg'urlar huquqi bilan, ten salomatligi bor Uyg'urlar ten salomatligi bilan, bilimi bor Uyg'urlar mayli din sohasida bo'lsin, mayli fan sohasida bo'lsin, har qanday bir sohadagi Uyg'ur o'zining bilimi bilan o'zining shu qo'lidan qanday kuch kelsa, shu kuch bilan da'vo qilish uning ham farzi ham qarzi. Hem milletning oldida javob berdi, hem vatanning oldida javob berdi, hem Allah'ning oldiga borganda Allah'ning oldida javob berdi. Bu bizning ustimizga intayin qattiq yuklangan nima ig'ir yuk. Ammo ig'ir yuk hammamiz birli ishni qilib yuklab olish farzmi? Yo'q. Men o'zimning qo'limda masalan din o'zimning vatanimga, millatimga, kelajak avlodimizga, mush kelajagimizga, Uyg'urning kelajagiga din sohasida ishlaydigan, din sohasida xizmat qiladigan qo'limdan kelamda men mushu sohada xizmat qilishim kerak. Sizning jurnalistik sohasida qo'lingizdan kelsa, jurnalistik sohasida ishlaysiz. Ammo bizning Qozog'istondagilar hamma jihatdan qo'ldan keladigan qarindoshlarimiz bor. Masalan, jurnalist bo'lsin, harbiy bo'lsin, iqtisodiy bo'lsin, bilim, tarix, muallim, shogird hamma jihatdan bizningki Qozog'istonda nima ish qilishga, xizmat qilishga qo'lidan keladigan qarindoshlarimiz bor turib, afsus bu ishlarga, bu xizmatga hammamiz o'zimizning sohasida atlanish kerak. Bu Qozog'iston ichidagi qarindoshlarimizga bo'lgan bir yo'l yo'riq. Bu qo'rqib qolmasligimiz kerakki, Qozog'iston hukumati meni bir ujuqtirib qo'yamdi. Yo'q, Qozog'iston hukumati bugungi kunlikda 10 yil burungi hukumat emas. Qozog'iston ham tushundi bugungi kunlikda bir narsani diqqat qilinglar. Qozog'iston hukumati bugungi kunlikda bir narsani tushundi. Faqat ham Qozog'iston emas, butun dunyo tushundiki, bütün insoniyatning, har qanday jonliqning bugungi kunlikda birinchi dushmani u Xitoy ekanligini tushunib yetdi. Shuning uchun Xitoyga qarshi turgan har qanday odam faqat ham Qozog'istonda emas, butun dunyoda inshaalloh oz kundan keyin qahramon bo'lib hisoblandi. Buni unutib qolmaylik. Hitler 2-Dünya urushida yevroylarga qilgan qirg'inchiligiga qarshi her qanday bir şu Hitler'e karşı urushgan vaqtda qahramon atalgan. Bugungi kunlikda Uyg'urning xizmatini qilib Xitoyga qarshi turgan inson inshaalloh bir oz kundan keyin qahramon bo'ladi. Buni unutmasligimiz kerak. Chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarimdan o'tinish bu buni tildan har qanday gap chiqsimi tildan chiqadi, jon chiqsimi tildan chiqadi. Buni gap tildan chiqib ketkichang ichimizda saqlansa, uningga biz vakil, biz uningga javobgarmiz. Ammo tilimizdan chiqib ketsa, uningga butun haq ega bo'lib ketadi ekan. Shuning uchun buni tilimizdan chiqayotgan so'zga diqqat qilaylik. Ba'zi bir qarindoshlarimiz bor,
bir ikki yildan keyin vatan ozod bo'ladi, millatimiz undaq ko'tarildi, Xitoy bundaq tushidi deb shundaq cho'ng va'dalarni berib etamda, bizga aldangan Uyg'urim bir yildan keyin u degan ishi amalga oshmasa, da'voga bo'lgan ko'z qarashi, da'vochilarga bo'lgan ko'z qarashlari eshib ketirgan. Shuning uchun o'zaro gaplarni deyishga vaqtida bir diqqat qilib, biz hammamiz 21-asrda shu butun dunyoning ahvolini ko'rib yashayapmiz. Hozir internetdan ochsak, butun dunyoni izlab topqil bo'ldik, qayerda nima bo'layotganligini. Shuning uchun buni bugun chelakda o'tirib so'zlasam, 1 minutning ichida Amerikada anglayotgan odamlar, shuning uchun diqqat qilsak so'zlarimizga, qilayotgan fitnalarimizga, qilayotgan fitna so'zlarimizga, ba'zi qarindoshlar bilib fitna chiqardi, ba'zilar bilmay fitna chiqaryotdi. Buning hammasiga bir Allohdan qo'rqib bir ko'z qarashdi bo'lsak. Rahmat. Oxirida bütün muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarımizga deydigan yurak so'zlarimiz bo'lsa, desiniz, undan keyin programmani oxirlashtirsak. Rahmat. Albatta yurak so'zim bek ko'p, ammo shuning eng muhimi bo'lgan vatanimizni bugungi kunlikda Xitoy zulm ostida azob chekayotgan xalqimizni qutuldirish faqat birinchi Allohning qo'lida, shuningga sababchi bo'ladigan Uyg'urning qo'lida. Endi Uyg'ur xalqim birdan-bir kelajagimizdagi yosh avlodlarga diqqat qilib, ashunga ko'ngil bo'lib, shu yoshlarimizga bilimni voyaga yetkazib o'rgatishga va shu bilim bilan birga tarbiyani, iymon, insofni to'lig'i bilan o'rgatishga ko'ngil bo'lgan bo'lsak, inshaalloh shu kelajak avlodimizni yaxshi tarbiyalab olsak, shu 21-asrning bilimlaridan hem shu musulmonchilik farz halol haromdan durust o'rgatib ashlarga yetkazib, ham o'zimiz ashlarga amal qilgan bo'lsak, inshaalloh cho'qim Alloh subhanahu va taolo pat yaqin arada bizga vatanimizni ozod qilib, dushmanimizni yer bilan yakson qilib, xalqimizni ozodlikka chiqarib bersa ajib emas. Rahmat. İnşallah. Özünüzge taalluq bo'lgan barliq ko'z qarashlarınız hem özünüz turayotgan yerdagi va bütün muhojiratdagi Uyg'urlarga bo'lgan taklif fikrlaringiz, umidlaringizni ko'rganlar bilan o'rtoqlashganligingiz ko'pdan ko'p rahmat. İnşallah bundan keyingi programmada yana ko'rishib, paranglashishga, suhbatlashishga nasib qilar. İnşallah. Rahmat sizga, rahmat shunday fursatlarni bizga yaratib berganingizga. Xalqimizga omonlik, pat yaqin arada azodlik va baxt saodat tilayman. Rahmat hammaga. İnşallah rahmat. Dedim ötkür nina, dedi kulumdu. Dedim satar mısın, o dedi yap.